Xo'p, bugun sizlar bilan kontrollerli LED lentamizni necha podключение qilishni o'rganib olamiz. Bu LED lentamiz 12 voltda ishlaydi. Bizlar birinchi navbatda blok pitaniya kerak bo'ladi. 12 voltlik blok pitaniya, ya'ni 220 ni 12 volt постоянный tok o'tib beradi. Keyin lentamiz uchun Wi-Fi kontroller pultdan ishlasa bo'ladi, telefondan ishlatib bo'ladi. Deya pulti bor. Ulash jarayoni birinchi navbatda kontrollerni ulashdan boshlaymiz. Xo'p, kontrollerimizning ikki tarafi bor. Birisida WTT bu chiqish taraf, ibeda 125 yozuvli tarafi bor. Bu girish taraf hisoblanadi. Girish tarafimizga ulab olamiz. İkisini bilan berilgan krasniy har doim plyuzovoy klemma, chorniy har doim minuzovoy klemma hisoblanadi. Bedam V plus, V minus deb yozilgan blok pitaniyamizda aynan birinchi 1 2 3 kontaktimiz plyuzovoy klemma, 4-chi kontaktdan 6-chi kontaktga minuzovoy klemma hisoblanadi. Plyuzovoy klemmamizga ulashni boshladik. Tak, plyuzovoy klemmamizni ulab olamiz. Ulandi. Endi minuzovoy klemmamizga ulaymiz. Xo'p. Minuzovoy klemmadan uladik. Keyin blok pitaniyamizda eng kraynisida LN, ya'ni bu переменный tok uchun 220 uchun joy qoldirilgan. Endi 220 dan ulab olamiz. Enimiz har doim siniy kabelni, ya'ni siniy ena ulaymiz. Nolvoy klemmaga. Endi bunda o'zgarib ketgandan farqi yo'q, lekin желательно qonuniy bo'lgani maqsadga muvofiq. Bezovoy klemmamizdan fazamiz, ya'ni ulab oldik. Sxemamiz tayyor bo'ldi. Manbamizga pitaniyani beramiz. Xo'p, bu ishlashni boshladi. Bu narsamiz shunday dekorativniy zo'r narsa, kayfiyat beradi har bir odam uchun. Pultunda har xil kompozitsiya deymizmi, muzika deymizmi, liboy narsadan foydalanib o'tishimiz mumkin. O'chirib yoqib ko'rsatamiz, o'chdi, yondi. Yonina borish shart emas. Auto rejim bor. Auto rejimga qo'ysangiz o'zi hammasi avtomatik tarzda o'tadi. Muzikaning ham 3-4 rejimi bor. Yani birinchi rejimni qo'yamiz. Birinchi rejimda chiroyli bo'lib ishlaydi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlarimizga yuborib qo'yamiz. Giperelektro kanaliga obuna bo'lishni unutmang.